ega gapning asosiy mazmunini bildiradi. Kim, kimlar, nima, nimalar, qaysi so'rovga javob bo'ladi. O'quvchilar ega asosan ot so'z turkumi bilan ifodalanib keladi va bu ega gapning birinchi darajali bo'laklariga kiradi. Va kesim asosan nima qildi, nima qilyapti, nima qilmoqchi, nima qiladi so'roqlariga javob bo'lib, fe'l so'z turkumi bilan ifodalanadi. Kesim gapning egasi haqida nima deyilganini bildirgan bo'lak hisoblanadi. Biz kesimning tagiga ikkita to'g'ri chiziq chizamiz, eganing tagiga esa bitta to'g'ri chiziq chizamiz. Bular gapning birinchi darajali bo'laklari hisoblanadi. O'quvchilar hol, tushuntiruvchi, aniqlovchi esa gapning ikkinchi darajali bo'laklari hisoblanadi. Gapning birinchi darajali bo'laklarini yana biz bo'sh bo'laklar deb ham ataymiz.